Yandex Marketda ko'pchilik tovar sotuvga chiqmay qolyapti, zakaz tushmayapti, Yandex ko'pchilikni bloklab qo'yapti. Men hozirgi buni to'liq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Nima sababdan sizda savdo bo'lmayotgani va nima sababdan zakazlar tushmayotganini sizga to'liq tushuntirib beraman. Masalan, mana bu yangi akkaunt noldan ochilgan. Bu где-то bir haftadan oshgan ochilganiga. 4-5 kundan beri Yandex Marketda shunaqangi bir o'zgarish bo'ldi. O'sha sababdan Yandexda tovarlarimiz ko'rinmay qoldi. Qarang, mana bu yerda tovar bo'limida tovarlar sotuvga turibdi, ya'ni sotuvda deyapti. Hammasi cho'tki. Biz bu yerdan kirib ko'ryapmiz, demak tovar sotuvda bor, lekin deb o'ylayapmiz, lekin sotuvda yo'q bu tovarimiz. Sizga hozir tushuntirib beraman, nima shunday bo'lyapti. FBS sklatimiz biz belgilaganmiz, bilasiz, zakaz tushganda qayergadir olib topshirishdi. O'sha narsa Yandex ko'p PVZlarni bloklab qo'ydi. Ko'p PVZlar endi qabul qilmayapti zakazlarni. O'shalar boyagi FBS o'sha PVZ biz olib boradigan PVZni bloklab qo'ygani uchun, ya'ni FBS qabul qilish bloklab qo'ygani uchun biz tovarlarimiz sotuvda ko'rinmayapti. Masalan, bu kishiniki ham shunaqa bo'lgan. Mana sotuvda turibdi tovar, lekin mana vitrinaga kirib do'konni ochsak anodan Yandex Marketdan ochsak, do'konimizni mana do'kon yo'q deyapti. Tovarlar sotuvda yo'q. Biz bu yerda lekin o'ylayapmiz, tovarlarimiz turibdi sotuvda deb o'ylayapmiz. Qarang, lekin Yandexda yo'q. Buni endi biz to'g'rilashimiz kerak. O'sha sababdan bizga zakaz tushmaydi. Chunki FBSda, yana qaytadan aytaman batafsil, FBSda o'zgarishlar bo'ldi. Ko'p PVZlar tovar yo'qoldi, shunaqa holatlar bo'lib, ko'p PVZlar FBS zakaz qabul qilish bo'limini, ya'ni FBS qabul qilishini o'zlari o'chirib qo'ydi. Endi ko'pchilik qabul qilmaydi. Masalan, bu kishi ham boshida kiritgan joyi, o'sha joyda o'sha kiritgan PVZlari hozir zakazlar qabul qilmayapti. O'sha sababdan bu shunga nol turibdi. Hozir buni sizlarga men qanday to'g'irlashni ko'rsataman va to'g'irlagandan keyin xudo xohlasa zakaz tushib boshlaydi. Bu ham nol akkaunt yaqinda ochilgan. O'sha bu o'zgarish bo'lganiga 3-4 kun bo'ldi. 3-4 kundan beri Yandexda menimcha hammada shunaqa bo'ldi. Ko'pchilik savdosi tushib qoldi, bir xilda bo'lmayapti. Mana shuni to'g'irlab qo'ysangiz, xudo xohlasa sizda ham savdo bo'ladi. Endi buni qayerdan qilamiz? Mana bu qoldiqlar bor. Ruschasiga ostatga turadi, tepada, yuqorida qoldiqlar, ostatga ruschasida. Pastda omborlar bor. Omborlar kiramiz, ya'ni sklat kiramiz. Sklat kirganimizda bizda mana bitta sklat bor. Biz bitta ochganmiz. Qoldiqlardan omborlarga kirganda, ya'ni ostatga va sklatga kirganda bizda mana bitta sklatimiz bor. Biz oldin topshirish joyimizni Toshkent, demak bu joy endi hozir qabul qilmayapti zakazlarni. Biz endi o'shani kirib o'zgartirishimiz kerak. Mana bu yerda ham ulanib turibdi. Ko'rsangiz, bu yerda muammo yo'q ko'rsatyapti, lekin baribir bu joy ishlamayapti, bizni tovarlarimiz ko'rinmayapti. To'g'risi kelasiz, 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bosasizda tahrirlash bor. Redaktirovat deb chiqadi ruschasiga. Bosasiz. Kirganingizdan keyin mana qarang, mana bu yerda o'zimiz omborimiz va sklatimiz va ana oxirida buyurtmalarni qayerga yetkazib berishni xohlaysiz. Buyurtmalarni qayerga yetkazib xohlaysiz. O'sha yerga kirib, mana bu yerdagi tanlashni bosib. Endi bizniki o'zgargani uchun tanlash chiqyapti. Agar sizda shu yerda PVZ chiqsa, demak sizniki to'g'ri turibdi, sizda muammo yo'q. Lekin mana bunaqa sizda tanlash chiqsa, bu demak bu joydagi o'zgargan. Mana shu insonniki o'sha PVZsiz ishlamay qolgan. Kiramizda tanlashni bosamiz. Tanlashni bosib, o'sha bizni uyimizga eng yaqin tanlaymiz PVZni. Mana bizda mana bu kartada oldin mana bu bizning omborimiz edi va bizga eng yaqin Yandex PVZ bor edi. O'sha qabul qilgandi. Biz o'shanga belgilab, ya'ni zakaz tushsa shaqqa olib borardik. Endi mana yo'qolib qoldi. Bizda endi uzoqlar qoldi. Chunki ko'p PVZ o'sha aytganimdek qabul qilishda yopib qo'ydi o'zidan dostupni. Mana ko'rsangiz, Toshkentda ham oldin ko'p edi. O'zi qabul qilgan punktlar ko'pi qisqarib ketdi. Mana bu yerda ham Sergelida ham juda ham ko'p edi. Mana yerda ham 2 ta 3 ta bor edi. Ular ham yopilib ketdi. Hozir bu yerda mana yopilibdi. Hozir endi bizga bu odamning uyiga eng yaqini. Bu kishiga shuni belgilaymiz va tanlashni bosamiz. Faqat endi bundan bu yog'iga zakaz tushsa, biz endi shaqqa olib boramiz. Endi shaqqa hozir buni belgilaganimizdan keyin biz tovarlarimiz vitrinaga ko'rinadi. Tanlashni bosaman. Tanlashni bosganimdan keyin mana joy qoldi. Keyin ishlash grafikini bilasizlar. Agar o'sha kuni qo'ysa, o'sha kun zakaz olib borish kerak. Yoki soatini ham belgilasiz bo'ladi. O'sha kuni soat nechagacha bo'lganini. Buni o'zingiz bilsangiz kerak. Biz endi buni o'sha kun emas, ertasi kuni qilamiz. Keyingi kun va soatini yuqori soat 12:00 gacha qilamiz. Ya'ni zakaz tushgandan keyin o'sha
zakaz tushgandan keyin necha kunda olib borib berishimizni belgilayapmiz. O'sha kuni olib boramizmi yoki ertasi kuni olib boramizmi? Biz endi o'sha kuni olib bora olmaymiz, chunki bu uyimizdan uzoqroq joy. Ertasi kuni qo'yamiz soat 12 dan keyin. Ya'ni 12 ga tushgan zakazlarni. Pastroqqa tushamiz va bu yerda ishlash jadvali bor. Ya'ni qaysi kunlar ishlaysiz haftada deyapti. Masalan, biz dushanba kuni o'chirib qo'yishimiz mumkin, chunki dushanba kun bozor ishlamaydi. Biz ishlash grafikini tanlab oldik. Dushanba kuni va yakshanba kuni o'chirdik. Dushanba kuni bozor ishlamaydi. Yakshanba kuni esa o'zi vaqt bo'lmaydi insonda, bir xilga hammaga har xil. O'zingizga xohlagan kuningizni belgilaysiz. Undan keyin bu hammasi to'g'ri bir tekshirib chiqqaningizdan keyin saqlashni bosasiz. Saqlashni bosdik. Endi mana bundan buyoq mana 6 soat deyapti. 6 soat ichida bu tovarimiz bu bizni nomimizda to'g'rilaydi bular. Bundan buyoq 6 soatdan keyin biz zakaz tushsa ham shu yoqqa olib boramiz, boyagi belgilagan joyimizga. Vazvirat qaytib kelsa ham shu yoqqa boradi. Ko'pchilik aytishi mumkin, bizniki ishlamay qoldi, orada vazviratlarimiz qayerga ketadi desa, vazviratingiz Toshkentdagi skladga boradi. Siz uni bemalol botga yozib, uni bemalol mana shu belgilagan joyingizga olib keltirsangiz bo'ladi. Botga kirib podдержка yozasiz. Meni vazviratlarimda o'sha men belgilagan punktga olib kelib beringlar deysiz va ular olib kelib beradi. Saqlash bosganingizdan keyin yana bir 6 soatdan keyin yana bir tekshirib ko'rasiz. Yana tekshirish qanaqa bo'ladi? Vitrinaga kirasiz, marketni ko'rinishini ochib bosasiz. Ochib bosgandan keyin bu siz aytganda sirasi ochilmaydi. 6 soat kutib turing dedi. Kutish kerak endi. Где-то bir shu 2 soat, 3 soatda bu tasdiqlab boradi. Ya'ni tovarimiz 2-3 soatdan keyin mana vitrinada, qarang hozir yo'q deyapti, o'sha vitrinada ko'rinadi. Endi kutish kerak. Mana bu yerda lekin mana mahsulotlarga kirib qaraganingizda ham, mana mahsulotda ham o'sha tovarimiz turibdi. Sotuvga tayyor deb. Bu yerda muammo yo'q. Xudo xolasa, shu joyini to'g'rilab qo'ysangiz, sekin-sekin zakaz tushib boshlaydi. Ko'pchilik o'shanga e'tibor bermayapti. Qaramayapti do'konni. Uzundan Yandexdan kirib ko'rmayapti. O'sha Yandexdan o'chib qolgan tovar, do'koni o'chib qolgan. Shuning uchun zakaz tushmayapti FBSda. Bu faqat FBSda bo'lyapti, FBOda emas. Xudo xolasa shuni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ldi. YouTube'da video olyapmiz. Like bosib, podpiska bosib qo'ying. Bundan ham manfaat videolar chiqaramiz, xudo xolasa.